Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Şinjan Yoshlar O'smirlar nashriyati 2008-yil 4-oyda 2-chi qitim nashr qilgan biografiyalik roman Kaynam Orkixi. Avtori Abdulla Talib. 24-bob. Turmadagi kurash. Davomi. 3. Atışlıq mahbus bilan Osman yuqorqi ruboiylarning maydonga kelishidagi tarixiy arqa ko'rinishni so'zlashib, yatalg'u vaqt bo'lib ketganligini bilmay qilishdi. Lekin mahbusning tarixiy hikoyasidan qattiq ta'sirlangan Osmanning ko'ziga zinhor uyqu kelmadi. U butun bir kecha kirpik qaqmay tong atqizvatdi. Atsi turma kameraga yo'roq tushgan hamon Osman kesal mahbusdan yip yangni so'rab oldida, ich maykasini silib, maykining oldiga li mutallib yozgan tövandagi misralarni kashtilab tikib chiqdi. Keskin minut yetib jiningga kelsa imtihon, dema hargiz qurban beraymu ya yo'q. Osman kashtini xili uzunda puttirdi va maykasiga kashtilab chiqqan she'rni kesal mahbusga ko'rsatib, "Aka, qarang, mavi kashtilangan she'rning tikilishi bo'libdimi?" dedi. "Barakallah, ukam. Bu she'rni dal yurakingning udiliga keltirib kashtilabsan", dedi Osmonga mahbus kashtilangan she'rni o'qib chiqib. "Yolg'iz yurakimning udiliga emas, dal yurakimning o'ziga kashtiladim. Bu Lutfulla akam yozgan she'r." Kunda baylarning ochqishlarini sharaqiltib kelishi ularning suhbatini uzib qo'ydi. Turma ishki ichildi. Gündüpay kameraga bir savat uruk bilan dora ko'tirib kirib keldi. Arqadalla turma saqchisi bir yosh mahbusni ittargan peti akirib tashladi. Gündüpay bu kameraning tamog'ini tarqitib bo'lgandan keyin turma ishkini taqadi va boshqa kamera tarafga ketdi. Osman kesal mahbusga tamoq yegizdi va dorisini ichirdi. Ondan yeni kirgan o'smir mahbus bilan parang boshlab uningdan, "Qodir, sen bu yerga hozir kelishingmi? Nemishqa kirib qolding?" deb so'radi. Osman bilan Qodir koni mabxonada birga o'ynab cho'ng bo'lgan, bir-biri bilan tonish bolalar edi. Qodir bo'lsa shahar bo'yicha mahir yanchiqchi bo'lib, kichikligiga boqmay cho'ng yeb cho'ng ichadi, tamaka chekatdi. Osman savol so'raganda u aldirmay, tamtirmay yanchiqidan bir kichik mo'xirka xaltasini elib, xuddi cho'ng kishidek o'rnida tutashtirib chekishga boshladi. Qodir Osmanning savoliga javob berishdan burun kesal mahbusga qarab, "Dada, men yetim bola, issiq sovuqda, osh to'qliqda sargardon bo'lib, cho'ng bo'lyapman. Oldilarda hurmatsizlik qilib tamok chekib qo'ydim. Aytga buyurmag'ayla", dedi. Yanchiqchi balaning chaqmoqdek so'zlarini anglagan kesal mahbus kulib qo'ydi. Ham uningga nasihat qilishning o'rinsiz ekanligini his qildi-da, "Kerak yo'q bolam", deb qo'ydi. Yanchiqchi ondan Osmonning savoliga javob berib, "Men tunugun tushda avo sol tarafdagi 11-nomerlik kameraga qamaldim. Nimish qamalatdim? Mushu kunlarda saqchilarning og'inisi qimarvaz, o'g'ri, yanchiqchi. Saqchilarning oyliqi oz, xotin bolalarni baqalmaydi. Ularning oyli kirimi yanchiqchilardan, qimarvazlardan bo'lyotidi. Mansibi, xushomat va salomchilikdan bo'lyotidi. O'tgan yili Mingding Chao degan Juyjanga mushu yerdagi lo'xor, Yikim, Mehmet İsa va boshqalar bas-bas bilan ayollarni tanishtirib, salomchilik qilganligini kim bilmaydi? Mehmet İsa degan salomchi xotinini bugurga yo'lga soldigan chaqda meningdan 80 so'm so'radi. Men o pulni yanchiqchilik qilib tepib berdim. Yaqinda xotini qaytib kelmoqchi bo'lgan ekan, meningdan yana 90 so'm so'radi. Men bu pulni yanchiqchilik qilib topgan edim. Kiram sojang bilib qilib, mendan sherinkani so'ragan bo'lib, bu pulimni qo'limdan mo'qli ilib oldi. Buni keyin Mehmet İsa anglab qilib, menga qaydaydigan bo'lib oldi. Meni ko'rsla kunlamchi xotinlardek batnab ta'tir qarab yurdi. Men nadim bilay. Aslida kiram bilan ikkisi o't bilan suvdek zit ekan. Eshakka kuching yetmasa ur to'qimini degandek Mehmet İsa oxiri kiram sojangdan ololmagan antini menimdan olmoq bo'lib,
piyimga tushib yuribdi. Tunigun tush mahallida rastida baxudak o'ltirsam, bir saqchi tapa tushdila meni haydab kelib turmaga qamab qo'ydi, dedi. Men saqchi idorasilarning qo'y ahvolini to'liq bilaman. Bu to'shikdan kirsam, u to'shikdan chiqib keta olaman. Hech kim ko'rikdan o'tib olgacha qaznim nazar deb turib, turmadan chiqib olganimdan keyin Mehmet İsa'dan o'chimni olaman, deb Qodir qo'lidagi tamakisini bir sho'rib olib, yana so'zlashga boshladi. O saqchi tursa, qandoq o'chin ola olaysan? dedi Osman. Sen toza ahmaq ekansan-da, dedi Qodir qaqaqlab kulib ketib. Men boya demadimmi? Hozirgi saqchi paqchilaring, amaldor, pamaldarlaring quruq mansab qo'yda taxs ko'tarib yurishdi. Xotinlari pulni ko'rsa ko'zi qizirib, voy tatliqim deydi. 150 so'm tepib olsa, Mehmet İsa'ning xotini menga qizini qo'shib qo'ydi. To'y qilmay turibmi qizini 3 panga aktalayman. Qandoq? Ishonmamsan? Muhrlashaylikmi ya? Yanchuqchining so'zini anglabla kesal mahbus kulib ketdi. Voy balam, bo'ldi, so'zlamay qo'y. Voy yurkim, dedi Qodirga qaratib. Kesal mahbus ushtum tut qon qusvatdi. Osman bilan Qodir yugurib berib, kesalning beshini ko'tarib ig'izga chaplashgan qon aralash xaprukni eritdi. Uning qizitmasi yana o'rlashga boshladi. Osman yurak dorisidan bir dona ichirdi. Kesal yo'taldan va qusishdan to'xtab, sal aram topgandek bo'ldi. Kamera ichini bir oz jimjitlik bosdi. Qodir asta turib, bir bulonga birib, yana bir tal mo'qorga o'rab tutashtirdi va burnidan is chiqarib, bulon tarafga pulidi. Osman bo'lsa lam jimdimay o'ltiradi. Qodir, qanasan? dedi kesal mahbus. Bir hazodan keyin tasda ko'zni ochib, hozirgi turmushni jonliq kartinlardan biri sen ekansan. So'zla, kichik olvas. Bo'ladi dada, lekin oshqozon og'riqi bilan yurak og'riqiga kulki shifo bo'lmaydi ekan. Dam olishingizga daxl yetib qolarmikin deyman. Biror qitim bo'lsimi rohatlanib, jinim chiqib ketsa mayli. Balam, so'zla. Bo'ladi dada, dedi Qodir so'zini boshlab. Men bugun kechda cho'qim bu yerdan chiqib keta olaman. Gap so'zinglar bo'lsa danglar. Seni hozirlab mushu kameraga kirsa, qanday qilib chiqib keta olaysan? deb so'radi Osman ishonmay. Qanday chiqib ketganimni ko'rib baqchimi? Men sening g'amingni yeb mushu kameraga kirdim. Sana 11-numurliq kameradan bir aka ma'vu xatni yozib berdi. Sen bu xatga hozirla javob berasan. Men sening xatingni shu akamga yetkazib berib, kechqurun turmadan chiqib ketaman. Qodir yenidan bir parcha xatni elib Osmonga berdi. Osman xatni o'qib chiqib bir tartib, lam jimdimay turib qoldi. Xatga chopsan javob yoz deyman. Yili gundi pay kirsa bu uydan chiqib ketaman. Bu xatni Rasululloh Munirdan xo'ja yozdimi? Osman iniqlash nazarida Qodirdan yana so'radi. Xatda ismi yozilmabdimi? Qodir darhol uningga qayta savol qo'ydi. Yozilibdi. Undaq bo'lsa nimaga qarab tursan? Sen mening dardimni, beshimga kelayotgan ishni uqmayapsan. Men hammani bilyapman, dedi Qodir. Meni yanchuqchilikdan boshqa ishni bilmaydi demsan, jasus Mehmet İsa sen orqali nurg'un kishilarni yo'qtib, xo'jayinlarga yaxshi ko'rinib, bugurga juyjon bo'laman deb yurdi. Sen Vang Savuzning mayxonasida qopqonga tushgandan keyin ziyolilarning nurg'unlari qo'lga olindi. Li Mutallib akam ko'chada ko'rinmagili bir necha kun bo'ldi. Bir oqshimi bir qancha saqchi bilan uyingni aqtirib, temir sanduqondagi qog'ozlarni akitishdi. Anang qon yig'lab o'ltirdi. Shu kuni yarim kechada Li Mutallib akam va Munirdan akam butun uy bisotlarini anangning xarajati uchun xolis yordam qilib avatib beribdi. Sen yana meni uqmaydi demsan? Qodirning so'zini anglab Osmonning peshonasidan chipildab ter eqishga boshladi. Uning mengisini bir tutak qoplab oldi-da, ko'zlari qizirishga boshladi. Mushtari yana qattiq tugildi. Kesal mahbus Osmonning bu ruhiy qiyofatini ko'rib darrov Osmonovga azoblanma. Kameraning 4 timiga boya o'z qo'ling bilan yozgan 4 nazmiga qara. Sen Maykonga kashligan qasmingni asla.
Sen günahsiz, texi sana fursat bor, o'zingni oqlayalaysan. Buning uchun sana g'azabdan ko'ra kuch-quvvat va iroda kerak. Sen Munirdan xo'jaga tiz javob yoz. O'zingning kurash irodani bildir. Ularni xotirjam qil. Mana bu sizning tizdan o'tash tegishlik dastlabki burching, dedi. Kasal kishining so'zi Osmonga qattiq ta'sir qilgan bo'lsa kerak. U avval tamg'a yozilgan ruboiylarni yana bir qatim o'qib chiqdi. Ondan yana qaytib kelib, supining qirg'iqida o'ltirdi va supa ustiga silingan kona shal paxli ichidan bir tal qisqa yog'och sunuqini izlab topdi-da, uning qattiq uchini so'l bilikining cho'ng tomiri tuviga tiqib yurib, qon chiqarib, yanchuq daftarning bir betiga qisqa qilib, tuvandagi qonli qasamnomini yozdi. Munirdan aka va siz orqali sabdoshlarga xatingizni oldim. Nadonliqim sizlarga ofat keltirib berdi. Nomus, vijdon oldida o'limga qarzdorman. Agar yenimda menga yo'l ko'rsatayotgan bir otish akam bo'lmagan bo'lsa, o'zimni allaqachon halok qilgan bo'lardim. Endi kurash qilib o'lishga tayyorlandim. Oldinglarda o'zimni cho'qim oqlayman. Ishninglar, xotirjam bo'linglar. Onamga yordam qilibsizlar. Minnatdorman. Qonli qasam bilan Osman xatni yozib bo'lib, otishliq mahbusga o'qib berdi. Mahbus xatning mazmuniga qoyil bo'lib tasdiqladi. Ondan Osman xatni Qodirga berdi. Qodir xatni chiroyli qatlab, do'ppisining astari ichiga tiqib oldi. "Anangga omonat so'zing bormi?" so'radi Qodir. Qodirning savoliga Osman javob berib bo'lg'ichilik, tijoratchi yinidan darhol 100 so'm chiqarib, "Ukam, bu pulni Qodirdan anangga chiqarib et. Xaraj-xarajat qilsin. Menda pul ko'p. Men navoda o'lib tartib ketsam, qolgan pulimni sana qoldiraman. Sen hargiz xijil bo'lma", deb Osmonga sundi. "Rahmat sizga aka. Ömrüm bo'lsa sizning yaxshiligingizni qaytiraman." Osman o'rnidan turib mahbusning qo'lidan pulni oldida ikki qo'lini ko'ksiga tutib minnatdorlik bildirdi. Ondan pulni Qodirga sunib turib, "Mushu pulni anamga sen o'z qo'ling bilan topshirib ber. Ham mushu qadrlik akamning xolis sadaqasi ekanligini aniq uqtir. Anam bu akamga atab jamoatga nazar qilib atsin. O'zimi 5 vaqt namozda duo qilib tursin", dedi. "Ma'qul", dedi Qodir. "Men bugun kechida bu omonatni anangning qo'liga tekkizaman. Mening yonimda hozir 50 so'm pul bor. Edi Dong Jenyujang kelganda uningga 30 so'm para berman. Ondan 11-nomerlik kamerni ochganda u yerda chapinim qolgan deb bahona qilib kirib, xatingni Munirdan akamga yetkizaman. Men baya mushu kameraga kirishda sana Munirdan akamning xatini qanday qilib yetkizib berishni uzun o'ylanib, oxiri kameradagi bir mahbus bilan yolg'ondan urushib qolgan bo'lib, bu yerga chiqib olgan edim. Endi ularning keladigan chig'i bo'lib qoldi. Mana mavi yinimdagi o'zimning 50 so'm pulim, uningdan mavi 30 so'mni ayirib oldim. Mana mavi 20 so'mni yanchuqimga soldim." Qodirning so'zi oyoqlashmayla, kameraning eshigi ichilib turma oshpazi tamoq tarqitishga boshladi. Qodir chaqqonlik bilan Jenyujang Dongning yanchuqiga 30 so'mni silib qo'ydi. Buni Dongdan boshqa hech kim sezmadi. "Dong Jenyujang", dedi Qodir uningga asta. "Sizga yana 50 so'm." U bularni til bilan emas, barmoq isharati bilan uqtirgan edi. Dong miyqida kulib qo'ydi. "Dong Jenyujang, mening chapinim 11-nomerlik kamerda qolgan. Shu yerdan ketib qolaman", dedi. Qodir yana barmoqida 50 so'mni ishorat qildi. Dong darhol uning chiqib ketishiga ko'z ishorati qildi. Qodir qaytib kelib, "Akalar, xo'sh, men sizlarni yo'qlab turaman. Osman, omonatni anangga topshiraman. Sizlarga qo'limdan kelishicha yordam beraman. Xayr akalar, omon bo'linglar", dedi u Osman bilan kasal mahbusga. 4. Kunda baylar kamera eshigini taqib, uzun o'tmayla sirtda yana oyog'i tovushi anglandi. Osman o'rnidan turib, tinglab boqmoq bo'lib turishiga eshik jaloq-juluq qilib ichildi. Ikki saqchi bir qozoq mahbusni kamera ichiga solab eshikni taqadida ketishdi. Yangi mahbus shalong seriq burutliq,
sozuq bosh, o'ruq, lekin ustixonliq, beshiga lo'nga bog'lab olgan, uchisiga chibarqut pashmat, tera ishton, putiga qisqa qo'njiloq chigirin o'tib kiyib olgan, yeshi 40ning qarasini olgan qovul azmat edi. Assalomu alaykum qarindoshlar. Aman turgansizlar. Xayr, Xudo bizga nijotlik bersin, dedi u kameraga kiribla turmadoshlarga salom berib. Qozoq kishi ondan qo'lini so'zib kelib, ikkalan bilan qo'l ilishib ko'rishdi. Osman bu kishini kamera supasga taklif qildi. U kasal mahbusdan ahvol so'radi. Osman uningga kasal mahbusning ahvolini qisqacha tunishtirgandan keyin, "Siz bu yerga sirtdan kelyapsizmi yoki boshqa kameradan yo'tkilib chiqdingizmi?" deb so'radi. "Men 11-nomerlik kameradan yo'tkilib chiqdim. 11-nomerlik kameraga Bo'zdondan bir qancha qirg'iz jinoyatchilar kelib qolgan edi. Odam sig'ishmay qilishdi. Yilroq mushu kameradan Qodir otliq bir yanchiqchi 11-nomerlik kameraga chiqib ketgan edi. Ko'rdingizmi? U ataganda shu kameradan chiqib ketgan edi. Yilroq kechlik tamoqda u yana paydo bo'lib qoldi. Birdam turibla kameradagi jinoyatchilar bilan xo'shashib chiqib ketdi. Uni qo'yib berga o'xshaydi. 11-nomerlik kamerada Munirdan xo'ja otliq kishi bormi? Bor. U kishi azmat odam ekan. Bilimli kishi ko'rinadi. Har kuni hikoya aytib berib, mahbuslarni zeriktirmadi." Osman qozoq mahbusning so'zidan keyin Munirdan xo'jaga yozgan xatining tekkanligiga ishinib xotirjam bo'ldi. Chapdas Qodirning turmadan chiqib ketganligidanmi xabardor bo'lib, ko'ngli tindi. Orqadan bulongdagi sivatni akilib, qozoq mahbusni kishmish uruk yeyishga taklif qildi va urukdan bir qanchani kasal mahbusga yegizdi. "Sizning ismingiz nima?" so'radi Osman uruk yavtib qozoq mahbusdan. "Muxtar Margan. Siz nadan?" "Tikasdan. Bu yerga qandoq kelib qoldingiz?" "Bu bir jarayon, bu bir uzun tarix. Bu tarixiy jarayonni asta-asta so'zlab beraman. Sizning ismingiz nima, yigit?" Osman o'zini tunishtirdi va bu yerga kelib qilishning sabab jarayonlarini qisqacha so'zlab berdi. "Bu kasal qarindishimiz kim bo'ladi?" dedi Muxtar. "Bu akimizning ismi..." Osman 2 kundan buyon otishliq mahbusning ismini so'ramagan edi. Uni hurmat talaffuzi bilan aka debla atab kelyapti. Shunga uning ismini deb berolmay qoldi. "Ismim Rahman, otishdan", deb javob berdi kasal mahbus. Muxtar Margan kasalning yiniga berib, uning tomirini tutib turib, "Yurkingiz xilila zaxmlangandek turdi, lekin unchula qo'rqib ketgudek emas", dedi va Osmonga qarab, "Fuka, ili siz bu kishining ismi zotini darhol aytib berolmadingiz. Sizlar hamroh bo'lg'ili qancha kun bo'ldi?" deb so'radi. "Bugun 3-kuni. Qozoqlarda bir maqol bor. So'rab yoshni top, ko'rib qoshni. Odamning xotirasi 2 xil bo'ladi. Ko'z xotirasi belgi bilan bog'landi. Aql xotirasi yiziq bilan bog'landi. Men margan bo'lganim uchun ko'rgan narsamni unutib qolmayman. Yo'l ustida bir vaqtda uchrashgan 10 necha kishi bilan 10 minut so'zlashib o'tib ketgandan keyin boshqa odam kelib so'rasa, shu 10 odamning kiygan kiyimi, chiroy shakli va boshqa xususiyatlarni aralashtirib o'tmay so'zlab bera olmayman. Mana bu ko'z xotirasi, lekin bu ko'z xotirasi aqliy xotiraga yetolmaydi. Yozma xotiraga yetolmaydi. Shunga yozma xotira, haqiqiy tarix deb ataladi." Kasal mahbus Rahman darhol ko'zini ochib Muxtarga bir qaradida Marganning obraziga boshqadan nazar silishga boshladi. Muxtarning oxirgi jumlasi uning diqqatini jalb qilgan edi. "Siz o'qiganmi?" deb so'radi Rahman. "Ko'p o'qimagan. Qandoq deysiz?" yondirib so'radi Margan. "Sizning so'zingiz mening kichik chig'imdagi muallimim Mamtili apandining so'ziga o'xshib ketyapti. Qandoq o'xshib ketyapti? Qani bizmi anglab boqaylik-ku?" "Kichik chig'imda", dedi Rahman. "O'qiganlarim yilmi esimdan zodila ketmaydi. Bizning ashu muallimimiz otishda bizga vatan xotirasi mavzuliq tarix, jug'rofiya darsini o'tgan edi. U darsning beshidala do'stliga mundaq 4 kichik mavzu yozib qo'ydi.
birinchi yurt belge, ikkinchi zaman belge, uchinchi zot belge, to'rtinchi hodisa belge. U bu 4 xil belgini tushuntirib bo'lgandan keyin topshiriq beradi. Atsi balalardan so'raydi. Mushunda xotirlab mengishni bizning muallimimizmi aqliy xotira, tarixiy xotira deb o'rgatgan. Uni bugun sizning og'zingizdan ikkinchi qatam anglayapman. Rost dedingiz, dedi Muxtar Margan. Arqadanla so'z qistirib. Aqliy xotira yana mushundaq turma hayotida kamolat topadi. Kamolat egisi avval azab o'tida tavlindi. Men Şingisayning Urumchidagi turmusda nurg'un bilim egalari bilan birga yotdim. 72 xil azobning hammasini beshimdan kechirdim. Anglgan bilganlarimni yozishga to'g'ri kelsa, qilin bir kitob bo'ladi. Rahat farog'at qo'yinda odamning xarakteri, mijozi to'liq ma'lum bo'lmaydi. Turma har kimni sinaydigan imtihon maydoni. 3 mahbus o'z sarguzashtlari ustida so'zlashib, kech kirib ketgan edi. Xutdan keyin qo'shni kamera 7-nomerlik kameraning eshigi ansiz ichildi. 8-nomerlik kameradagi 3 mahbus so'zini to'xtatib qo'shni kameraga quloq soldi. Uzun o'tmay qattiq ovoz anglandi. Ah, qorong'u zindon. Ah, zulmatlik qo'rg'on. Temingning laylari qandoq yasalgan. Tegiga besilgan minglab istixon. Qonliq yosh to'kilgan ko'zlari ana, alamdan sarg'aygan yuzlari ana. Dog' hasrat ichida yig'laydi ana, balam deb tilaydi Tangirdan panoh. Ay yirtquch yalmavuz makoni zindon, mansitmas o'limni mendiki vijdon. Bu xitobning orqasidan Zuhra jonim naqshisi jaranglab ketdi. Osmonning yuragi para bo'lib, bir tartida o'zini kamera supisiga tashlaganicha o'pkidib yig'lab ketdi va o'zini qachatlig'ili turdi. Qozoq Margan bu ishqa hangtang bo'lib qarabla qoldi. Bir ozdan keyin Margan ahvolni bilmak bo'lib, Osmonning yiniga kelib, "Yigit, sana nima bo'ldi? Nimishqa bu g'azalni anglash bilanla o'zingni yo'qotib qo'ysan?" deb so'radi uningdan. Osmon yig'idan to'xtamaydi. Margan uningdan yana shu savolni so'raverdi. Hayron bo'lgan Margan ahvolni atishliq mahbusdan bilmak bo'lib, "Qarindosh, siz aytib beqancho, men hozir hech nimani bilolmayapman. Bu yigit nimishqa bundoq qiladi?" deb so'radi. Lekin atishliq mahbus bu savolga aniq javob bermadi. Margan yana Osmonning qishig'iga kelib so'radi. Osmon oxiri qozoq Marganning savoliga javob berib, o'zining hozirgacha tortayotgan ruhiy azobini bayon qildi va bu mungluq g'azalni aytquchi talantli shoir Lutfulla mutallib ekanligini tunishtirdi. "Ahvol mundaq ekanda", dedi qozoq Margan. "Sen endi qanday qilmoqchisan?" Osmon o'rnidan darhol turdi-da, "Mening vijdonimga ishining aka, men kurashga, hatto o'limgimi o'zimni atab qo'ydim", dedi. "Bu sening kelgusi irodangga bog'liq. Hozir naqsh aytgan Rasululloh shoir li mutallibmi?" "Rastcho aka, hozir biz anglagan ovoz dal shuning ovozi. Uni hiyla qamoqqa olgan bo'lsa kerak." Muxtar Margan bu so'zni anglab, hech nimaga qaramasdan kamera temiga sinchilab qarab, tamning chop ketgan bir yerini tepib oldi-da, bir necha musht bilan tamni o'yib tashladi. Osmon kelib yordamlashdi. 1 soatga qolmay tamdan to'shik ichildi. Osmon to'shikka og'zini tutib, "Lutfulla aka, men Osmon, sizning oldingizda aybkorman. Siz ishining, men sizga osiylik qilmayman. Meni oldigan ablaqlarning rasvosini chiqaraman. Onamga g'amxo'rlik qilib, yordam berganingizni angladim. Sizga 100 ming rahmat. Men sizlarga, xalqimga bergan qasimimdan mangu voz kechmayman. Men vijdonimni yo'qotmayman", deb varqirdi. Osmon hissiyotini bosolmay yana yig'lab ketdi. Qozoq Margan uni yig'lamaslikqa dalolat qiladi. "Hayot kurash demakdir. Kurash yo'llari agir to'qay bo'ladi. Gohida tuz yo'lda mangsan, gohida davallar ochsan, gohi shaharda bo'lsan, gohi cho'l jazirlarda. Jangalning ichida yo'lbos bo'ladi, bo'ri bo'ladi, tulki bo'ladi, maymun bo'ladi, nodonmi bo'ladi.
tadanma boludu. Qıltaq boludu, sırtmaq boludu. Kurashda qisqasi ashu tipdagi xilma-xil odamlar uchraydi. Lekin odam suratli hayvonning ichki dunyosini oson bilib olg'il bo'lmaydi. Uning qosh ko'zi, bo'y turqi sana o'xshib ketadi. Sen ularni ko'rganda, o'zingni ko'rganda his qilasan. U yomonlik ustida shikoyat qilganda, sen uni vijdonliq deb his qilasan. U seni maqtaganda ko'yimchan do'st deb qaraysan. Uning dastig'ini keng yeyilgan chaqda uni sehi, mard deb hisoblaysan. U qalam qosh bilan paramashni aymaganda xudingni bilmay qolasan. Darg'a esilib jallodning qilichi ostida qolganda oxiri pushaymon qilasan. Dal shu chaqda Lutfulla mutallibdan javob anglandi. Shoirning jarangliq so'zlari muxtar margan ochgan to'shikdan 8-nomerlik kamerga aniq anglanib turadi. Kamerdagi 3 mahbus butun zehnini qo'yib anglaydi. Odamlarning til quroli har xil odamlarda har xil vazifa o'taydi. U ba'zi pastkash odamlar uchun ig'vo tarqatquchi bo'lib, ba'zi odamlar uchun xushomat qilg'uchi bo'lib, ba'zi odamlar uchun qon yutquchi bo'lib xizmat qiladi. Vijdonli odamlarning tili bo'lsa, kurash quroli bo'lib xizmat qiladi. Haqiqiy vijdon o'limni mansitmaydi. Qo'y bo'lib 1000 yil yashagandan yo'lbos bo'lib bir kun yasha degan hikmatni joriy qildigan sinoq maydonida yo'lbos o'zini tili bilan ko'rsidi deb so'zini davomlashtirdi. Shoirning so'zlari Osmonga kuch-quvvat va ilhom bag'ishlaydi. U to'shikning yonida o'ltirib, butun diqqati bilan shoirning xitobiga quloq soladi. Oldindagi kurashda akang Ahmad G'ofurning hurmati uchun qaysarlik bilan maydonga chiqishing kerak. Bizning sepimizga texi tartilmagan vijdonli kishilar ustida qalaymaqan jo'lib yurma. Bu sana deydigan oxirgi so'zim, dedi Lutfulla mutallib. Shoirning so'zi oxirlashdi. Osman ikki ko'zdan taramlab yiqayotgan yoshlarini surtishga ulgurmay shoirga javob berdi. Rəxmət Lutfulla aka, mən hazır aldığınızda qasam ichiman. Osman maykasının aldığa qızıl yip bilan keştilgan shoirning she'rini ko'rsatib so'zini davom qildi. Bu irodamni 11-nomerlik kamerdagi Munirdan Xo'ja akamga qon bilan yozgan xatimdimi aniq izhor qildim. Men bugungi so'zingizni amalda ko'rsataman. Osman o'zini supidagi paxal ustiga tashladi. Shu an Qozoq margan muxtar to'shik yiniga kelib shoirga o'zini tanishtirdi. Assalomu alaykum shoir. Men Tekasdan Bo'zdonga o'tib, shu yerda qo'lga ilinib, turmada yetayotganimga bir necha oy bo'ldi. İsmim Muxtar Margan, millatim Qozoq. Men sizning nomingizni anglagan. Bugun siz bilan uchrashganim uchun cheksiz xushal bo'layapman. Bo'zdonga nima ish kelgan edingiz? so'radi Lutfulla Margandan. Bayning qiya va Oqsuning Konishar noyisiga qarashliq Bo'zdon atrofida Eserler boshchiligida bir yo'shirin partizan atrati harakat qilyotdi. Men shu atratning jangchisi edim. Meni gumon bilan tutib oldi. Lekin men hech narsaga iqror qilmagandan keyin dushmanlar hozir bo'shib qoldi, dedi Muxtar o'zining ahvolini tunishtirib. Yaraysiz Margan Batur, Abay bilan Tanjariqning ilhomi sizga madad bersin. Shoir Asliqanning ruhi sizga yor yo'lak bo'lsin. Men Qosh daryosi bo'yidan bo'laman. Mening bilan yurtdosh bo'lgan talantli shoir Asliqan mening yurtimda cho'ng shuhratga ega. Uning jangovar ruhi menga hozirmo kuchli ilhom bermoqda. Rəxmət sizga shoir, dedi Margan Lutfulla mutallibga. Ular yerim kechidan o'tganda uxlab qilishdi. 5. Oqshom Lutfulla bilan Muxtar Marganning suhbatini anglagandan keyin Osman va kasal mahbusning ko'ngli ko'ksi yorib, ularning vujudida g'oyat zo'r bir kuch paydo bo'ldi. Osman 2-kuni saharda o'rnidan turib ketdi-da, chaqqonlik bilan berib 2 kamer o'tirsidagi to'shikka qulqini yoqdi. Bu chaqda Margan bilan shoir tunugunki suhbatni davom qilmoqda edi. "Endi qanday qilay deysiz?" dedi shoir Marganga savol berib. "Men bundaq turmini, hatto buningdan nechasi mahkam bo'lgan turmini ko'p ko'rganman. O'zimda ishonch bor.
Xalgan vaqtimda turmadan qechib ketalayman. Bo'zdongda esen tura atirti meni kutib turwatıdı. Biroq sizni tashlab ketish, dedi Muxtar Margan darhol shoirga javob berib. Lutfulla bu Qaysar Marganning gapini anglab, yatolmasdiki Nurulla bilan Rustam ham ular tayyorlagan ikki kuluk at esiga keldida butun vujudiga o't tushib ketdi. Nurullaning atxonasida qolgan atlarning onunğa qarab quloqlarini dingaytib kishnashlari, dehqon yigitlarning mana mushu arg'amoq doldullar bilan mangamiz degan mardona so'zlari uning quloqining tubida jaranglaydi. Men kurashni turmada davomlashtiraman. Sizga yatolmasdiki do'stlarimga berib qo'yishingiz uchun hozirla bir parcha xat yozib beray va sizni ularga tanishtirib qo'yay. Men partizan atratlarining jang sadosini kutaman. Shu chog'da biz sepil tuvida g'alaba bilan quchoqlashimiz, dedi Lutfulla Mutallib Muxtar Margan javob kutib turganda uningga. Lutfulla atsi turma ichiga yo'riq tushgandan keyin bir parcha qog'ozga Muxtar Marganni tanishtirib, yatolmasdiki dehqon do'stlariga xat yozdi. Qog'ozning oyog'iga yatolmasqa boradigan yo'l liniyasini shartlik belgilar bilan ko'rsatib qo'ydi. Muxtar Margan minnatdorlik bildirib shoirning qo'lidan xatni topshirib oldi. Dal shu chog'da otishliq kasal mahbus bo'lolmadi-da Osmonni chaqirdi. Men bo'lolmayapman. Men bo'lolmayapman. Og'riqning ovozi pasayib qolganligini sezib, Muxtar Marganmi uning yiniga bordi. Og'riq gapini uzib turib, aranla qilatdi. Mana yinimdagi mavu 1000 so'm pulni sizlarga xolisona qoldirman. Uningdan 100 so'mni li Mutallibga, 100 so'mni Muxtar Marganga, 100 so'mni anangga, 100 so'mni sana qoldirman. Qolgan 600 so'mni mening o'limim uchun ishlatinglar. Mening talabim jasdim sepil ichida qolmasa, sizlar bir iloj qilib meni tashqarqi bozordagi xonaqaga ochiqib ketsanglar. Buning uchun turma boshlig'iga 100 so'm para bersanglarmi mayli. Agar Muxtar Margan meni ochiqib ketalsa va meni ahli jamoat ichida uzitib qo'ya olsa, men bu dunyo u dunyo rozi bo'lardim. Ko'nglingizni buzmang aka. Siz taxi yaxshi turibsiz-ku. Hech gap yo'q, dedi Osman nima deyishni bilolmay. Rahmat ukam, dedi Rahman. Lekin kesilim pishib qoldi. Bularning qo'lida halok bo'ldim. Mana mavi pulni qo'lingga ol. Ko'zim yumilmasda hozir taqsim qilgin. Men rozi bo'lay. Osman darhol og'riq aksining vaziyati bo'yicha pulni taqsim qildi va Lutfulla Mutallibga bu kasalning tarjimonini tafsili tunishtirdi. Shoir otishliq tijoratchining ko'nglida pulni ilib qoldi-da, to'shikdan unlik ovozda "Rahmat, rozi bo'lsizlar", dedi va oxiriga ulabla jallodlarga nafrat yog'dirib qila boshladi naqshisini aytdi. Yurakni titratgan va butun kamerning ichini larziga keltirgan bu naqshini anglab, oxirgi nafsida turayotgan kasal mahbus shoirga minnatdorlik bildirib, "Rahmat shoir, meni oxirgi qitim xush qildingiz. Sizdan roziman", dedi. Rahmanning ikki ko'zdan oqqan yosh tomchilari ikki mag'ziga eqib tushdi-da, uzun o'tmayla u tiniqidan to'xtadi. Qozoq Margan darhol qo'l yog'liqi bilan uning yengini tangdi. Osman tamning to'shkiga berib, "Lutfulla aka, gunda paylarning kelar chig'i bo'lib qoldi. To'shkni vaqtincha etib turayli", dedi shoirga xabar qilib. Osman to'shkni paqal va chalma bilan etibdi. Kamer ishkining temir rishatkali kichik panjarasidan tushgan kun nuri tamning bulingida yotgan gunohsiz jasadning yuzini yoritib turadi. Ancha o'tmayla gunda paylar kirib keldi. Dong Janyujang darhol yangi tingib qo'yilgan mahbusni ko'rib, "Qachon ketib qoldi?" deb so'radi. "Yarim soat bo'ldi", dedi Osman. "Bu yerda tuqqani bormi?" "Mana men tuqqani. Bu kishi mening buvamning inisi. Mening tog'am bo'ladi." "Sen rost tuqqanimi?" "Rost, men tuqqani. Biz sizning xizmatingizni qilayli. Mana 100 so'm. Men mavu qozoq akamni o'z o'rnimda vakil qilaman. Akamning jasadini tashqarqi bozordagi masjidning imomlariga yetkazib berib kelsin. 3 soatda kelalamdi." Osman
Bu savol so'ralgan hamon darhol aql ishlatdi-da. Dong Jianyujianga yana 50 so'm tanglab, bir odamni uzitish kichik ish emas, ati saharda kelsin, dedi. Bo'ladi, dedi turma boshlig'i pulni ilib. Bu kamer sesib ketibdi. Seni boshqa kamerga yo'tkab, bu uyni bir hafta echib etamiz. Yotgan ko'rpani ochib tur. Men harva akilaman. Turma boshlig'i chiqib ketgandan keyin Osman yana to'shikni echib, "Lutfulla aka, menga ishining, mening qahramonligimni siz ko'rib turing." "Xayr", dedi Lutfullaga. Arqadan Muxtar berib, shoir bilan samimiy xo'shlashdi. Ondan Osman to'shikni qaytadan paxal va chalma bilan etib, ustini palas bilan yipib qo'ydi. Yarim soatdan keyin Muxtar margan jasadni harvoga besib, chiqib ketdi. 24-bob tugadi.